Assalomu alaykum. Mana bugun hozir Yashilga keldik. O'zi deyarli har kuni kelamiz. Hamkasblar bilan mana hozir bugun belgilan olib keldim. Juda ham zo'r. Toshkentdan o'zi mehmonman. Ayniqsa Yashilni oshi gap yo'q. Samarqandcha zig'ir osh. Menimcha mana shu hududdagi. Meni fikrim endi nomer 1 bo'lsa kerak. Gap yo'q lekin. Oshga lekin men har hafta kelaman aynan osh uchun. Zo'r. Oshi gap yo'q. Bosib ketadi faqat omad. Ko'rganman, Samarqandcha zig'ir oshi. Toshkentda ham yeganman, eng mashhur joylarda, boshqa Samarqand shahar o'ziga ham borib yedim-da. Lekin eng menga yoqqani sizniki bo'ldi, to'g'risi. Reklama emas bu, Samarqandcha zig'ir osh. Gap yo'q. O'rtoqlar bemalol kelib, Toshkentdan kelib yeb ko'rishga bemalol arziydi. O'rtoqlar mana likar bilan keyin mana chiroqli salat bilan lekin osh vash zo'r ketdi. O'z Toshkentga 3-4 kunga borsam, mana shu oshni sog'inib qolaman, kelishim bilan sraz yeyman. Bu reklama emas, shunchaki o'zim tavsiyam. Mabodo boshqa viloyatdan kuzatadiganlar bo'lsa, Toshkentda kuzatadiganlar bo'lsa, kelib yeb ko'rsanglar bo'ladi, arziydi.